1 million so'm bilan chorvachilik biznesini boshlaysizmi? Qo'y va mol qimmat. Lekin mana 4 ta real variant, hammasi 1 million ichida. Birinchi variant tovuq. Birta jo'ji 10 ming so'm, 70 ta jo'ji 700 ming so'm, yem esa o'rtacha 300 ming so'm. 45 kunda bozorga tayyor. Bu real biznes. Ikkinchi variant o'rdak. O'rdak bolasi tovuq bolasi bilan narxi deyarli bir xil. Suv bo'lsa kifoya. 60 kunda bozorga tayyor. Uchinchi variant baliqchilik. Kichik beton tank 500 ming so'm, baliq urug'i 400 ming so'm. 6-8 oyda bozorga tayyor. To'rtinchi variant quyon. 10 ta quyon o'rtacha hisobda 500 ming so'm, qafas 300 ming so'm. Jami 1 million ichida ovqati ichida. Tez va ko'p bolalaydi. Nima uchun qo'y va moldan boshlamadik? Birta qo'y 5 million so'm, birta sigir 20 million so'm. 1 million bilan etmaydi, avval tajriba orttiring. 100 ta tovuq 1 million so'm, 45 kunda daromad 2,5-3 million so'm. Yem va xarajat chiqarib 1,5 million foyda. Pul kam deb chorvachilikdan qo'rqmang. Tovuq, o'rdak, baliq, quyon hammasi 1 million bilan boshlanadi. Kichikdan boshlang, kattaga o'ting. Shunaqa qiziq va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin.